Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Alif. Bugungi videoda Artmak va qishloqining kulgili holatlariga guvoh bo'lasizlar do'stlar. Videoga like bosib qo'yinglar, unda biza boshladik. 2000 years later. Albatta yo'q, men bu videoni tayyorlayman deb 9 soatdan beri kompyuter oldida o'tiribman. Iltimos, shuning uchun hoziroq mana bu obuna tugmasini bosinglar. Bu meni yangi shunday uzun videolar tayyorlayman. Yoqtirmayman. To'xta, bizda tunni o'tkazib bo'ronatga uy hayvoni bor-ku, uxlab balo bor. Endi baxta, hamma bilsa endi shunaqa uy hayvoni borligini hech kim qolmadi bilmagan. Borib ana bu zombiga ham ayt shularga ham. Hammaga ayt ro'za tutganini, hamma bildi o'zi. Sen bir ro'za tutmaykan ukajon. Biz ham tutganmiz, lekin hech kimga aytmayapmiz. Negadir la'natlangan olmoslar chiqmayapti. Nega bunchalik omadsiz mana? Nega bu yo'lni toshlar bilan to'ldirilgan? Arti yaramas nega tosh bilan to'ldirding? Yo'lni bexar chiqishib kerak edi-ku. Qishloqqa ishkal, uyimizni himoya qilishimiz kerak. Qishlog'imizga zombilar hujum qilyapti. Voy, sen meni eshityapsanmi? Jim tur, o'zimni quvontirish bilan shug'ullanyapman. La, men ahmoq zombilar. Boshim qayerga uchib ketyapti? O'yin boshidan beri sandiq uy hayvonini yasamoqchi bo'lib yurgandik va vaqt yetib keldi. Biz uni yasadik. Qancha narsa sig'ar ekan? Voy xudoya, buning ichiga butun sayyora va yana 4 ta blok sig'adi. Nega buni ertaroq yasamadik? Nega yasamoqchi edik? Yasolmadik. Mana qo'ya, buning ichiga meni ham solib ol, charchadim. Xullas, qishloqqa boshla. Mana shu mening binoyim va sen undan o'tishing kerak. Mana balo qilyapsan. Jam, men ko'z urishtiryapman. Nima xalaqit berasan? Men bu bilan ko'z urishtiryapman. Hozir yutqazadi, qarab tur. Xo'y, bu eshik faqat men qarasam ochiladi. Sen million yil qarasang ham ochilmaydi. Parkur qo'shganim yo'q. Bir blokli parkur. Bundan yugurib chiqib ketsa ham bo'ladi. Qara, bu yerda sen nima qilishing kerak? Bu o'rmonlardan bittasi mina. Sen haqiqiy o'rmonni topishing kerak. Bo'lsa chota sasyapti. Mayli, bunisini ko'raylik-chi. Bunisini yaqinlab ko'ramiz. Yaxshi bo'ladi. Keksiki. Barbar legenda. Yana ham legenda. Qarshi yer menimcha o'rtasi. Bu yerga sandiqni qo'yamiz. Sandiq o'rtada turibdi. O'rtada turishi juda ham muhim. Yo'qsa xunuk ko'rinadi. Xo'sh, qishloqiga qanday sovg'a qo'ysak ekan? Nima bor? Masalan, bu emas. Xo'sh, mana buni ismi nima? Mana stupek из полированного черного кирпича. Bugungi videoda maqsadimiz versak yasash. Seningcha bu oson bo'ladimi yoki juda ham qiyin? Menimcha o'zi Minecraftda versak birinchi bo'lib yasalardi-ku. Ha, qishloqda, lekin meni hattoki ishonchim komil emas bu yerda versak tushiga. O maxluqni o'ldir uni, men mana buni sindirib olay. Yaramas, yondiryapti. Qoch qishloq, mana bu yerda suv bor edi-ku, ichdingmi shuni ham? O'zing ichding-da. Qishloqqa bu yerdan beri ko'zga ko'rmayapsan. Nima bilan shug'ullanyapsan o'zi mana bu Lucky Blockda sindirib o'tiribsanmi? Ha, Lucky Block sindiryapman. Mana bu yerda hali ham suv bor ekan. Yaxshisi buni yopish kerak. Kimga kerak o'zi bu suv? Nima suv yo'qolyapti? Pastga tushib ketyapman. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling.